Bu dam o'tgan narsaga vitamin, antibiotiklar mumkin emas. Aka-ukalar, sizlar uchun juda ham foydali bo'lgan narsa, ayniqsa hozir yoz payti, kun issiq paytda parrandaga dam o'tib qolish holatlari bo'ladi. Ana o'shanda Telegram kanalimga o'tsanglar, Telegram kanalimda imенно shuni videosini 15 minutdan keyingi holatini tashladim. Agar ular holatda bitta ko'rasiz keldi, 15 minutdan keyin qichqirib sayrab turganini ko'rsatdim. Retsept yo'q, lekin O'sha videoda men nima qaysi dorilardan foydalandim? O'sha videoda. Unga foydalangan narsa. Natrixlor olasiz, 100 gramlik tomirdan osma ukol qiladigan odam aptekasidan olasiz. Natrixlor. Natrixlorga bir dona askarbinkga bitta deksametazon. Bitta deksametazon qo'shasiz, u organizmda og'riq bo'layotganligi uchun analgindan 0,7 qo'shasiz. Yarim gramdan oshiqroq, 1 gramga yetmagan holatda 0,7 qo'shasiz. Qo'shib, o'shandan 10 gram, uzag'imdan 15 gram shpritsda tortib turib, tomirdan juda ham sekin holatda haydaysiz. Bir kunda bir mahal 3 kun mobaynida qilinadi bu narsani. O'sha dam o'tgan xo'rozlar uchun eng foydali narsa. Uni foydasini men kanalimga ham ko'p qo'yganman. Kanalda ham ko'rishingiz mumkin Telegram kanalimizda. Sizlar uchun foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga bomba qiling akalar. Negativchilar sizlar ham cho'ta sal pasayib qoldinglar. Bosing gazini. shu videodan keyin kuchayadi. Negativchilar kanal ichib ketdi hozir. Videolarni kuchaytirib bor, hammasi tashlab beradi menga. Kanalchilar ham ovozdan meni gapiryapti-da. Shu shirinmikin deyman-da. Kun isiyapti. Ko'pchilik shirin narsani chanigiz keladi-yu. Yo'q, kun isiyapti. 50-60 gradusga ketadi, ashunda so'nishni mudor bo'lyapti-da miyaga. Nimaga boshqa kanallarni gapirmasdan meni gapiraveradi? Shunga hayron qolaman. Tavba qildim. Joyingiz sog' bo'lsin. Joyingiz sog' bo'lsin. Bosing gazini. Olga.